Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan rus tilidagi частицы degan mavzuni o'tamiz. Bu mavzumizda biz li yokida j yokida mana shunaqangi to degan qo'shimchalarni ma'nosini o'rganib chiqamiz. Agarda ushbu mavzu bilan sizda ham muammo bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qiling va bularni farqini bilib oling. Demak, boshlaymiz. Juda ham ko'pchilik holatda savollarda ham yokida yozma ravishda kelgan kitoblarda ham uchratishimiz mumkin. Shunaqangi savol berilganda li bilan kelgan savollarni ko'rishimiz mumkin. Va hozir o'zida shu yerda yana bittasini yozib qo'yamiz. Juda ham ko'p ishlatiladigani bu b qo'shimchasi. Buni oxirida tushuntirib beraman. Tak, boshlaymiz. Lidan boshlaymiz. Bu kitobiy formalniy tilda aytilgan. O'zi ko'pincha shunaqangi formalniy, ya'ni kitobiy tilda ishlatganda aytishimiz mumkin li qo'shimchasini. Buni biz fe'ldan keyin qo'yamiz, ya'ni misol uchun fe'limiz kelyapti va fe'ldan keyin qo'shilib kelyapti. Endi savol qanaqangi ma'noni anglatadi? Shunaqami deganda yoki borasanmi, qilasanmi deganda ishlatishimiz mumkin. Lekin yana bitta holat bor, buni qo'ymasak ham xato bo'lmaydi. Ya'ni shu joyda "Ты идешь с nami?" Sen biza bilan borasanmi? Deganda aytishimiz mumkin. Mana lini olib tashlab turib aytishimiz mumkin. Lekin lini qo'yadigan bo'lsak, sen biza bilan borasanmi? Ikkalasi ham bir xil. Prosta bu li bilan keladigan holatda ikkilanish, ya'ni shunaqami yoki bunaqa emasmi deganda aytishimiz mumkin. Ya'ni ikki xil holatda samneniya bo'layotganda, ya'ni ikkilanish bo'lganda ishlatishimiz mumkin. Sen buni bilasanmi? Знаешь ли ты это? Yoki kirsam bo'ladimi? Можно ли войти? O'zi bu lini qo'yadigan bo'lsak, biz javob ha bo'ladimi yoki yo'q bo'ladimi buni bilmasdan turib, shunchaki ruxsat so'rayotganda yoki kimgadir savol berayotganda ishlatishimiz mumkin bo'lgan qo'shimcha. Lekin buni qo'ymasdan ham shunchaki ohangimizni shunaqangi savol berayotgandek qilib chiqaradigan bo'lsak, li qo'ymasak ham bo'ladi. Lekin ohang orqali biza savolni bera olmasak, lini qo'yganimiz orqali biza o'sha savol bergan hisoblanamiz. "Ты идешь ли с nami?" Oddiy qilib aytyapman. Agarda savol qilib aytadigan bo'lsam, "Ты идешь с nami?" Ya'ni salgina ohangda farq bo'ladi. Ya'ni siz savol bermoqchi bo'lgansiz, lidan foydalansangiz, chiroyliroq chiqadi. Keyingisi jni qo'yib ko'ramiz. J degani juda ham ko'p holatda ko'ramiz. Bu ku degan ma'noni, ku degan qo'shimcha. Misol uchun aytdim-ku, bordim-ku, qildim-ku deganda aytishimiz mumkin. Endi bu yerda biror narsani belgilabroq, ya'ni darajasini yuqoriroq qilib aytganda, bo'rttirib aytganda ishlatishimiz mumkin. Misol uchun men aytgandim-ku desam, "Я же говорила" bo'ladi. Bu yerda женский rod uchun мужской rodda "Я же говорил". Это же очевидно. Bu aniq-ku desam aytaman. Очевидно degani aniq ko'rinib turgan narsa-ku deganda aytishimiz mumkin. Он же твой друг. U axir sening do'sting-ku deganda aytishimiz mumkin. Tak, demak, j qo'shimchasi shunaqangi ku degan qo'shimchani berar ekan. Endi keyingisi to degani. To deganda xuddi jga o'xshash ma'noni beradi. Bu ham я-то говорила, это-то очевидно deganda ishlatishimiz ham mumkin. Ya'ni j bilan toni darajasi deyarli bir xil. Ma'nosi ham. Lekin ko'pchilik holatda ton emas, jni ishlatilganini ko'rishingiz mumkin. Razgovorda ham toni unaqa ko'p ishlatilganini kam uchratamiz. Lekin baribir ham uchrab qolishi mumkin va ma'nosi xuddi j bilan birga kelgandek bo'ladi. Misol uchun bunday belgilash uchun yoki biror narsa aniqroq qilib aytish uchun ishlatamiz. Я-то знаю правду. Men haqiqatni bilaman-ku deganda aytish mumkin. Он-то придет, u keladi-ku deganda. Dom-то красивый, uy chiroyli-ku deganda aytishimiz mumkin. Keyingisini ko'rib chiqamiz. Bu ведь qo'shimchasi. Ведьni aniq qilib aytamiz, axir qo'shimchasi bo'lib keladi. Endi ведь я тебя предупреждал. Men axir seni ogohlantirgandim-ku deganda aytishimiz mumkin. Ya'ni ведьning tarjimasi bu to'liq o'zbek tiliga axir degan tarjimani beradi.
Keyingisi on ведь не знал, u axir bilmagan-ku deganda aytishimiz mumkin. Keyingisi ты же понимаешь, ведь это сложно. Sen tushunyapsan-ku bu qiyinligini. Bu axir qiyin deganda aytishimiz mumkin. Bunda biz ведьni qachon ishlatamiz? Tushuntirayotganimizda, ya'ni sababini tushuntirayotganimizda. Keyingisi даже degani hatto degan o'zimizdagi tarjimada keladi. Он даже не позвонил. U hatto telefon ham qilmadi deganda aytishimiz mumkin. Я даже не думал об этом. Men hatto bu haqda o'ylamadim ham. Buni biz egadan keyin qo'yamiz. Mana ega keladi, egadan keyin dajini qo'yib, keyin u yog'iga biza fe'lni qo'yib ishlatishimiz mumkin. Endi ведьni keladigan holatda egadan oldin ham kelishi mumkin, egadan keyin ham kelishi mumkin, yokida gap oxirida ham kelishi mumkin. Bog'lovchi sifatida ham ishlatishimiz mumkin. Endi oxirgisi ana даже плакала. U hatto yig'ladi ham deganda aytishimiz mumkin. Keyingisi уже degani allaqachon degan tarjimada keladi. Yokida misol uchun aytishimiz mumkin. Men 2 yildan beri rus tilini o'rganyapman. O'shanda 2 yildan beri degan tarjimasida aytaman. Так, я уже 2 года изучаю русский язык, например. Demak, я уже 2 года изучаю русский язык, ужeni bu yerda beri degan tarjimada ishlatyapmiz. Так, davom ettiramiz. Я уже сделал это. Men allaqachon buni qilib bo'ldim degani aytishim mumkin. Женский rodda сделала deb aytamiz. Он уже ушел. U allaqachon ketdi. Женский rodda ушла deb aytamiz. Мы уже знаем. Biz allaqachon bilamiz degani aytishimiz mumkin. Buni juda ham ko'pchilik biladi tarjimasini. Keyingisi еще degani ham bor. Bu hali degan tarjimada keladi. Misol uchun hali ulgurmadim, hali qilmadim, hali ishlayapman deganda aytishimiz mumkin. Demak, я еще работаю. Men hali ishlayapman. Дай мне еще воды. Qarang, hali degan tarjimasidan tashqari yana degan tarjimasi ham bor. Yana. Так, davom ettiramiz. Я еще работаю bo'lsa, men hali ishlayapman. Дай мне еще воды bo'lsa, menga yana suv ber deganda aytishimiz mumkin. Он еще здесь. U hali shu yerda. Ya'ni u hali ketgani yo'q degan ma'noda. Он еще здесь. Так, 8-ga keldik. Ka qo'shimchasi. Bunda biza sal yumshatibroq, misol uchun buyruq berayotganimizda дай посмотреть desak, sal grubroq chiqadi. Endi o'shani sal yumshatish ma'nosida biza дай-ка посмотреть yoki kutib tur desak, grub eshitiladi. Подожди-ка deydigan bo'lsak, o'sha sal yumshatibroq aytgan bo'lamiz. Ya'ni bu qo'shimchani biza shunchaki buyruq shaklini yumshatish uchun ishlatishimiz mumkin ekan. Скажи-ка aytchi deganda ishlatishimiz mumkin. Вот, keyingisi 9-si. Лишь yoki только. Лишь yoki только faqatgina atiga deganda aytishimiz mumkin. Я только sпросил. Men faqat so'radim, hech narsa qilmadim boshqa deganda aytishimiz mumkin. Я только спросил. Это лишь начало. Bu hali boshi, bu faqatgina hali boshlanishi deganda aytishimiz mumkin. Он пришел только вчера. U kecha keldi, ya'ni faqat kecha keldi deganda aytishimiz mumkin. Endi b qo'shimchasini alohida tushuntirib beraman. Так. B qo'shimchasini shu yerda tushuntirib beraman. Misol uchun aytishimiz mumkin. Я бы тебе помогла, но у меня нет времени. Buni biz qachon ishlatamiz? Qachonki biror narsani qilgan bo'lardim deganda aytishimiz mumkin. Mana bu yerda tarjima qiladigan bo'lsak, men senga yordam bergan bo'lardim, lekin vaqtim yo'q deyapman. То есть bir narsani qilgan bo'lardim deganda aytishimiz mumkin. Misol uchun, men sen bilan birga borgan bo'lardim deb biror joyga bormoqchi bo'lsa kimdir aytishimiz mumkin. Например, я бы пошла с тобой. Я бы пошла с тобой. Или он бы разрешил. U ruxsat bergan bo'lardi. Ya'ni buni biror narsa ya'ni fe'lga
birlashtirib ishlatamiz. Egadan keyin keladi, fe'ldan oldin qo'yamiz va bu biror narsani qilgan bo'lardim degan ma'noda keladi. Juda ham ko'pchilik holatda ishlatamiz va agarda mana shu qo'shimchalar sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, bular bo'yicha mashqni yechish uchun Telegram kanalga o'tib olishinglar mumkin. Telegram kanalda bular bo'yicha, ya'ni mana shu mavzuyimiz bo'yicha mashqlar tashlab qo'yaman. Ularni yechish orqali siz tushungan yoki tushunmaganingizni aniqlab olishingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, bu mavzu hammaga tushunarli bo'ldi. Keyingi darslarimizgacha ko'rishib